Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi Koreya Respublikasining Orvik kompaniyasi bilan yirik loyihani amalga oshirish yuzasidan memorandum imzoladi. Hamkorlik doirasida chorva uchun ozuqa ekinlari yetishtirish, aralash ozuqa ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va sohani rivojlantirish uchun sun'iy intellekt texnologiyalarini tatbiq etishga $10 million mablag' ajratish rejalashtirilgan. Dastlabki bosqichda esa $1 million sinov loyihalari ishga tushirilib, zamonaviy ozuqa yetishtirish agrotexnologiyalari amalda sinab ko'riladi. Our company is the agriculture and livestock company. Orvik Koreya Respublikasida agrotexnologiya, ozuqa sanoati va yuqori samarali chorva mahsulotlari bo'yicha innovatsion yechimlar taklif etuvchi kompaniyadir. O'zbekiston qishloq xo'jaligi sektori juda ulkan salohiyatga ega. So'nggi yillarda agrar sohada amalga oshirilayotgan islohotlar, innovatsiyalar va xalqaro hamkorlikning kengayishi biz uchun muhim omil bo'ldi. Shu bois qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markaz bilan hamkorlikni strategik ahamiyatga ega deb hisoblaymiz. Bizning maqsadimiz ozuqa yetishtirish, kombikorm ishlab chiqarish va chorvachilikda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish. Shuningdek, O'zbekistonda dunyoda qadrli sanaladigan marmar go'sht, ya'ni yuqori sifatli mol go'shti yetishtirish imkoniyatlari ham katta. Biz bu yo'nalishda hamkorlikda ishlab, xalqaro bozorga eksportni yo'lga qo'yishni rejalashtirganmiz. Bu nafaqat O'zbekiston fermerlarining raqobatbardoshligini oshiradi, balki mahalliy mahsulot sifati va bozor imkoniyatlarini ham kuchaytiradi. Umuman olganda ushbu dastur ikki davlat uchun manfaatli va istiqbolli yo'nalishlarni ochib beradi. Koreyalik hamkorlar bilan boshlangan ushbu loyiha qimmatbaho mahsulot bo'lgan marmar go'sht yetishtirish uchun ozuqa tayyorlash va sohaga sun'iy intellekt tizimlarini joriy etish orqali mamlakatimizda yuqori qiymatga ega bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda.